O'zimcha xursandman. Ertalab 5:30dan turib olib, yangi hobbini sinab ko'rishga yo'lga chiqib ketmoqchiman. Lekin bilmasdimki, shuni debman, 5 kun o'rnimdan tura olmay kasal bo'lib qolishimni, isman bo'lsa, deyarli 40 gradusga chiqib ketishini. Videoga like bosib turgunizcha, nima bo'lganini boshidan tushuntirib beraman. O'rtog'im Imomalini ham amallab ko'ndirib, uni ham ertalab soat 6 dan yo'lga chiqib ketishga ko'ndirib chaqirib oldim. Manzilimiz Amirsoy. O'tgan yili ozgina o'rgangan edim. Bu yil yana ham ko'proq o'rganish uchun lija uchib ko'rmoqchi bo'ldim va qasd qildim bu yil mana shu narsani zo'r o'rganaman deb. Yo'ldan kerakli narsalarni olib ketdik. Quyosh chiqib borishiga yetib bordik. Aksiga olib qoram ko'p yog'magan ekan, tog'ning eng tepasidan pastga tushishga to'g'ri keldi. Uchdik amallab, uchdim, yomon uchmadim, ancha o'rgandim, lekin ikki marta juda qattiq yiqildim. Bittasida oyog'im juda qattiq og'ridi, ikkinchisida bo'lsa aylanib yiqilganim uchun yelkam bilan qattiq tushdim. Yelkam hali ham og'riyapti. Ustiga ustak kurtkada terlab uchganimiz uchun o'sha kuni shamollavyapman. O'sha kunni o'zida bilinmadi, lekin uyga yetib kelganimdan keyin bitta yotdim, shu bilan 5 kundan keyin o'zimga keldim. Imom aqlli ish qildi o'sha yerda. Shuncha yo'l bosib kelganiga ham, rasxotiga ham qaramasdan tinchgina bu sport menga emas ekan degan qarorga keldi-da, mashinaga tushib uxlay qoldim. Men u tepada uchdim. Men shunaqa o'ylab qoldim, bu sport vesi og'irlik uchun sal qiyinroq ekan degan fikrga keldim.